Bol. Nima bo'ldi aka? Pultingizga. Pultim ham qulflanib qoldi. Nimasi qulflanib Hozir mana ziza chiqib qoladi uka mana qil. Jonga tegib bu. O'tgan safar o'g'li beruvdimi aka? O'tgan safar o'g'li bergan bilan hasbi ana bu qilib ekan, nima qilaman endi? Kerakli endi. Nima aka, hozir mashina qilamiz aka bugun. Sizni bosinchi aka, o'zingiz qo'lingizda bosib o'rgatmasam aka, sizdan chiqib qolar ekan. Sodda bo'lsa ham qiynagan odam. Hozir yozib mana pult qo'ygandik, mana ziza chiqib qolyapti. Bu ziza yonib qoldi, xolosmi aka? Yonib qoldi. Bundan boshqa narsa yonib qoladi, bezovdimki ziza yonib qoldi. O'rtasimda ezovdim. Bilasiz ekan, endi boshqasini yondirib qo'ysiz aka. Endi boshqa narsa yonib ketib qoldi. O'zini o'zi qulflab oladigan yonib qoldi. Boya ham o'zi qulflanib yonib qolgan ekan, keyin mana o'rtasini bunday qildim. Ziza ishlab qoladi. Qani? Bezuk deb bosib olasiz. Mana shuni tushuntirib o'taman mana shu aka. Mana aka, 1 bilan 2 ni bitta bossangiz, hozir kanni ochildi. Yana bitta bossangiz mana bezuk ishlatasiz mana uni. Qulflandi, ochildi. Faqat pultda ovoz chiqadi, mashinaning kanniga ishlamaydi. PSV yonib qoldi. Mana bu 2 bilan 3 ni bitta bosib olsangiz yo'qolib qoladi. Bu yonib qolganda mashina avtomatik qulflab ochish ishlab qoladi. Yaqinlashganingizda qulflab, ochib uzoqlashganingizda shuna bo'lib ketyapti-da. Uzoqlashganingizda avtomatik qulflab oladi. 1 bilan 3 ni bosib olgansiz aka siz. 1 bilan 3 ni bitta bossangiz mana ZZ yonib qoldi. ZZ yonib qolganda aka umuman ishlamaydi. Faqat prosto signalizatsiya bo'lib qoladi, ochib yopadi xolos. Boshqa yurgizmaydi ham, signal ham chalmaydi, boshqa ham qilmaydi. Yana 1 bilan 3 ni bitta bosib qo'yasiz aka, ishlaydi bo'lmasa. Bo'ldimi aka? Tushundingizmi? Bu manaqa pult ishlatadiganlar sodda odamni ishlatmas kerak ekan, pulni deyapsiz. Bo'ldi. Bola chaqa bosib qo'yapti, nima qilay? Foydalangan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Bola chaqalarga aka, bola chaqalarga mana tushuntirib o'tamiz. Mana qarang. Mana pultni bola chaqalar berayotganda mana birda bosib turiladi. Bo'ldi, pult ishlamaydi, qulflandi mana. Bemalol bosib o'ynaverasiz, aka ishlamaydi. Batareyasi tugab qoladi deb pastda. Batareyasi tugab qoladi. Birda yana bosib tursangiz aka, pult ishga tushadi. Mana boshqa. Endi ochildi mana. Mashina ochdi, yopdi, ishlayapti. 1 bilan 3 ni mana kandagini yoqib olasiz ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Mana shunaqa foydali videolarni, kontentlarni qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bekatchilik deb qo'ying. Bekatchilik emas aka, отдельный подписчикlarga vaqt ajratamiz, xudo xolasa. Pesandan keladi. Ha.